Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun Koson tumaniga demak 2 yillikka 1 yillik tintli prinsipimizni qilib berdik. Bu prinsipimiz mana shamol kesayotgan bo'ldi oldi. Zavodskiy farkoplarni qo'yib berganmiz. 8 lik profil, 8 lik shivillerdan bo'lgan, rangi mokriy. Balon holatlari archa balonda juda ideal holatda. Gazon risor bo'ldi risorlari. Orqa ko'rinishlari, tintlari zamochkali bo'ldi. Mana zamochkali, bu orqasi tepaga ochiladi. Vodiydan, Samarqanddan demak savdogarlarning yukini ortish uchun buni xarid qildilar. Ham taksi, ham bu yoq yuk. Kimga mana shunday prinsiplarimiz kerak bo'lsa, 88 44 71 raqamlarga aloqa chiqib xizmatdan foydalanasizlar. Bular sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.